Eng muhim, eng katta baxt meni fikrim bo'yicha jamiyatga, xalqqa, elga, ota-onaga xizmat qilish. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning bir necha 10 yillik siyosiy faoliyati ziddiyatli xarakterga ega. U bilan ko'rishganlar ancha qattiqqo'l, o'z prinsiplariga sodiq va cho'rtkesar shaxsni tasvirlashadi. 25 yil davomida mustaqil O'zbekistonni boshqargan Karimov o'zi voyaga yetgan kommunistik jamiyat haqida anchayin dadil va qiziqarli nutqlar muallifi ham sanaladi. Xo'sh, Islom Karimov sobiq ittifoq kommunistik tizim haqida qanday fikrda bo'lgan? Albatta, Islom Karimov Sovet jamiyatida ulg'aygan va partiya safida yillar davomida yuqori lavozimda xizmat qilgan kishi edi. Jumladan u siyosiy pillapoyalardan ko'tarilishni O'zbekiston SSR Davlat reja qo'mitasi Gosplandan boshlagan va rahbarning birinchi o'rinbosari darajasiga yetgan. 1983-86 yillarda Respublika moliya vaziri, keyinchalik Gosplan rahbari, Qashqadaryo oblasti obkomi bo'lgan Islom Karimov 1989-yilda mojarolar girdobida qolgan O'zbekistonni Rafiq Nishonovdan qabul qilib oladi. Islom Karimov respublika boshqaruvini qo'lga olganda SSSR so'nggi nafaslarini olayotgan, Boltiqbo'yi davlatlari allaqachon mustaqillik e'lon qilishga tayyor edi. Garchi 1990-yil 24-martda o'zini O'zbekiston SSR prezidenti sifatida e'lon qilgan bo'lsa-da, Karimov ittifoqdan uzil-kesil ajralib chiqishga shoshmadi. 1991-yilda jurnalistlar qarshisidagi Karimov quyidagi gaplarni aytadi. Mustaqilligimizga aytaylik erishish uchun ancha hali ko'p qavm pishig'i bor. Qancha azoblar bor, qancha qurbonlarni berish kerak, qancha aytaylik sinovlardan o'tish kerak. Tarixni biladigan, adabiyotni biladigan odamlar shuni tushuntirish kerak xalqimizga. Kim o'z xohishi bilan mana shunday koloniya nimasida, darajasida, saviyasida turgan, xomashiyoni tekinga sotib beradigan davlatni, respublikani kim o'z qo'li bilan topshiradi mustaqilligini? Kim? Bormi tarixda bunaqa narsa? Yo'q, bo'lmaydi ham. Sobiq ittifoq qulashining Karimovcha versiyasiga ko'ra, bu voqeaga tizimning o'zi aybdor. SSSR qulashiga tashqaridan ham ta'sir bo'lgan, ammo bunga tizimning o'zi bosh aybdor edi. Shafqatsizlik asosiga qurilgan tizim rivojlanishni ko'tara olmasdi. Sobiq ittifoqda barchasi davlat manfaatlariga bo'ysundirilgandi. Davlatlar nima sababdan tuziladi? Inson manfaatlari uchun emasmi? Shu sababdan insonlar tashqi dunyodagi holatni ko'rgandan keyin gapirishni boshlashdi. Ularda fikrlash imkoniyati paydo bo'ldi. Bu borada Gorbachevning donishmandligi, sabri, tolerantligiga tan berish kerak. U SSSRni saqlab qolish uchun totalitar tuzumning so'nggi choralarini ishga solmadi. U mutlaqo haq edi, deydi Islom Karimov History Lab'ga bergan intervyusida. Sobiq ittifoq mavjudligiga so'nggi nuqtalardan biri qo'yilgan, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi e'lon qilingan 1991-yil dekabrda Olmaotada bo'lib o'tgan yig'ilishda Islom Karimov tashkilot a'zolari o'rtasida yagona fuqarolik va integratsiyani taklif qilib chiqqan. Ammo uning taklifi Ukrainaning o'sha paytdagi prezidenti Leonid Kravchukning keskin qarshiligiga uchraydi. Я выражаю свое мнение, точку зрения, что будут граждане каждой отдельной республики, в то же время они, очевидно, будут считаться гражданами Содружества. Такого не может быть. Значит, каждое государство будет решать вопрос о гражданстве в соответствии с национальным законодательством. В нашем законодательстве предусмотрено двойное гражданство. То есть по согласованию с Узбекистаном мы можем договориться, и граждане, живущие в Узбекистане, наши украинцы или узбеки на Украине могут иметь двойное гражданство. Но гражданства Содружества не будет. Это не государство. Balki o'sha yig'ilishdagi tortishuvlar va bahslar yurtboshining Sovet tuzumi va u keltirgan oqibatlarga nisbatan hafsalasini pir qilgan bo'lishi ham mumkin. Shundan so'ng Islom Karimov Sovet davlatining ashaddiy tanqidchisi va dekommunizatsiya tarafdorlaridan biriga aylanadi. Karimov Oliy Majlis sessiyalaridan birida deputatlarga qarata aytgan sobiq tuzum haqidagi so'zlar ham e'tiborga molik. Tarix nima uchun kerak?
Tarix shu uchun kerakki, tarixdan xulosa chiqarish kerak. Ko'r deydi, hassosini bir marta yo'qotadi. Tushunarlimi gapim? Nima demoqchiman? Bir zamonni bizlar boshimizdan o'tkazdik, lekin ikkinchi bor bu zamonni qaytarishga bizlar hech kimga ruxsat bermaymiz. Garchi Rossiya prezidentlari Boris Yeltsin va Vladimir Putin bilan ijobiy aloqalarni saqlab qolgan bo'lsa-da, Islom Karimov Rossiya boshchiligidagi qayta tug'ilishi mumkin bo'lgan ittifoqqa keskin qarshiligini bildirib kelgan va ochiqchasiga tanqid qilgan. Ayniqsa Vladimir Putinning boshqaruvi davrida Rossiya ancha oyoqqa turgach, Putin boshchiligida SSSRni qayta tiklash haqidagi gap-so'zlar bolalab ketdi. Oxir-oqibat ambitsiyalar kuchayib, dastlab Gruziya urushi, so'ngra Ukraina voqealari sodir bo'ldi. Islom Karimov esa 1995-yildayoq Rossiyada SSSRni tiklashga harakat qilayotgan kuchlar to'g'risida keskin bayonot bergandi. Iqbolimiz oldida bitta yana xavf bor. Bu Rossiyada paydo bo'layotgan har xil kuchlar, har xil harakatlar va namoyishlar. Ya'ni ulug' Rossiyani SSR chegarasida tiklamoqchi ekan. Har kuni Moskvaga chopib borib, nima buyurasiz deb so'rab yuradiganlar, hozir ham shunaqalar ham bor, men bilaman. Hozirgi etalik harakatlar mana qo'shni davlatlarimiz bular ham endi maqtanib yuradi ko'p. Endi ularga ham buyursin maqtanishi. Aytmoqchimanki, chegarani Rossiya harbiy kuchlar bilan qo'riqlash bu mustaqillik dalolati emas. Bu mustaqillik dalili emas. Bu zaiflik dalili. Shuning uchun hozirgi bo'lgan siyosat shunday bo'layaptiki, nima emish? Rossiya mana shu atrofda yashayotgan davlatlarga, endi mustaqil bo'lmish davlatlarga, Birlashgan Millatlar tashkilotlarini a'zolari, teng a'zo bo'lmish davlatlarga uni chegarasini himoyalashga, qo'riqlashga yordam berarmish. Yordam berarmish. Nima uchun bizning chegaramizni boshqalar qo'riqlash kerak? Qo'riqlaydigan, chegarani qo'riqlaydigan kuch o'ziga nimani talab qiladi? Xolisona hech narsa bo'lmaydi bu dunyoda. Ya'ni tekinga kelib seni chegarangni kim qo'riqlab beradi? Qani bunaqa ahmoq? Islom Karimov Ikkinchi jahon urushidagi g'alabani siyosiylashtirish va paradlar o'tkazib, o'z harbiy qudratini namoyish qilish amaliyotini ham yoqlamagan. Shu sababli O'zbekistonda 9-may sanasiga xotira va qadrlash kuni deya nom berildi. 2016-yil 9-may kuni Karimov bu sanada paradlar o'tkazishni keskin tanqid qilib chiqdi. Parad o'tkazishlar bu nima eslash emas bu. Xotira emas bu. Bu bitta narsa. Uni ham nomi siyosat. Bugungi zamon siyosati. Qancha ko'p paraddan harbiylar o'tsa, qancha yangi qurol o'tsa agar, bu o'zini namoyish qilish. Va o'ylaymanki, u paytda halok bo'lganlar, u paytda jonini bergan, qurbon bo'lganlarni agar hozir yana ular qaytib, hayotga qaytib, agar ularni fikrini bilmoqchi bo'lsa, agar bir o'zingiz o'ylanglar, ular nimani o'ylaydi? Paradni o'ylaydimi? Bu zamonni qadrini o'ylaydi bular. Bunday bayonot 9-mayni butun hududi bo'ylab harbiy paradlar bilan o'tkazadigan o'lmas polk g'oyasini endigina yoya boshlagan rasmiy Moskvaga yoqmasligi tayin edi. Xullas, O'zbekistonni qariyb 30 yil boshqargan birinchi prezident o'ziga xos qarashlarga ega inson edi. U yuritgan siyosat va qabul qilgan qarorlarni hozir ochiq muhokama qilish mumkindek ko'rinsa-da, amalda bu bahslar hozircha rasmiy minbarlarda deyarli ko'zga tashlanmaydi.